Surxondaryo viloyati Sariosiyo Payshanba bozoridan syomkalarni boshladik. Mana tugatish arafasidamiz. Bugun taroziga Juvoyveska sotilgan narxlari keladigan bo'lsak, pasti 59.000 Juvoyveska bo'ldi, balanti 62.000 so'm bo'ldi. 62.000, 62.5 mingdan bo'ldi. Pasti 59.000, balanti 62.5, abrikol sotildi. Bu bozorimiz juda ham ajoyib bo'ldi. Bugungi sana keladigan bo'lsak, bugun 9-aprel 2026-yil. Boshida 2006-yil deb adashib ketibmiz. Barcha podpischilarga, barcha bizni kuzatib boradiganlardan uzr so'ragan holatda bugungi bozorimiz tugadi deb e'lon qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.